Har kuni minglab mashina o'tadigan katta M39 trassani bo'yida joylashgan 3 qavatli bino sotuvga qo'yildi. Bunaqasini hali ko'rmagansiz. Tayyor biznes. Faqatgina kalitni olib ishni boshlayverasiz. Ipodromdan 5 kilometr o'tganda yo'l yuzida ajoyib bir binomiz egalari tomonidan sotuvga qo'yildi. M39 trassaning bo'yida strategik nuqtada joylashgan tayyor bino, ofis, klinika, restoran, do'kon, showroom, studio, hattoki mini mehmonxona uchun ham ideal joy. Hozirning o'zida Sam Agro Center degan kompaniyaga ijaraga berilgan ortiqcha bu binomiz 20 ga 10 joyga qurilgan bo'lib, 3 ta urindan tashkil topgan. Ya'ni har bir urini 200 kvadrat metrdan hisoblasanglar, jami 600 kvadrat metr chiqadi. 3-qavatdagi 100 kvadrat metrni yashash uchun sharoitlarni tayyor qilib qo'yishgan, bemalol odam yashasa bo'ladi. Demak, birinchi qavatini to'liq mana shunaqa magazin, ofis qilib qo'yilsa, ikkinchi qavatiga bitta choyxonami, kafemi, restoranmi qilib qo'ysa bo'lar ekan. Manzilni tushuntirsam o'rtoqlar, shundoqqina Ipodrom postidan chiqqaningizda Konstavardan 1,5 kilometr o'tganda joylashgan Al-Imon jome masjidiga yetmasdan shundoqqina yo'l yuzda o'ng qo'lda joylashgan kattagina binomiz. Videoni biznesmen akalarimizga yuborib qo'yamiz. Salomat bo'ling.